kuzatuvchilar, hurmatli kanalimiz a'zolari, mana bugun biz qo'ldan kelgancha terak ko'chatlar ko'chirilayotgan poliyadan videoroliklar tayyorlab borishga harakat qildik. Albatta videolarimiz qo'llab-quvvatlab turadi degan umiddamiz. Xato kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz aziz do'stlar. Ko'rishlari mumkin, poliyada ish qizg'in pallada ketyapti. Manzaralar quvvatini Xonalarimiz terak ko'chatlar barcha turlar bor. Cheklanmagan miqdorda pastdan o'yinlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib olasizlar aziz do'stlar. Qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilyapmiz. Ko'p bilganlar edik. 2025-yil noyabr oyida ishlarimiz qisqam ketyapti. Zagatlarga binoan terak ko'chatlar tayyorlanib, xudo xolasa o'z egalariga o'z vaqtida yetkazib borilyapti. Xudo xolasa terak ko'chatlarimiz ishonchli, garantiyalik. Ko'rishlari mumkin, tomirlari ham chiroyli traktorda ko'chirilyapti. Ko'k terak O'zbekiston sorti terak ko'chatlarimiz poliyasi. Xudo xolasa mana chiroyli qilib ko'chirib o'z egalariga yetkazilyapti. Dastlabki xizmatlari ham albatta kelishilgan holatda. Do'stlar, ko'rishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilyapmiz. Videolarimiz albatta xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Xudo xolasa poliyada ishlarimiz qizg'in pallada ketyapti. Bu tomonlarda xudo xolasa mana ko'rishlari mumkin, tomirlarini, teragimiz bo'ybaslarini. Bir yasharlik ko'k terak O'zbekiston sort. Tanasi sog'lom teraklar xudo xolasa. Bular ko'chirilib, chiroyli qilib taxlanib, bo'yiga sartaroshga bo'lyapti. 2 metrlik, 2,5 metrlik, 3 metrlik, 3,5 metrlik bo'lib, xudo xolasa chiroyli bo'lib sartaroshga ishlari ham o'z vaqtida bo'lyapti. Do'stlar, videolarimizga layklarni bosib, kommentariyalarni yozib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa qo'yib borayotgan videolarimizni o'z vaqtida ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Antoshi sizlar uchun qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilyapmiz. Mana ko'rishlari mumkin, chiroyli qilib mana taxlanib 2 metr, 2,5 metr, 3 metr, 3,5 metr, 4 metr qilib chiroyli qilib taxlanib baylab mana shu holatga keltirilyapti. Zakatlarga binoan chiqarib yuborilaveradi xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Kelishilgan holatda. Xonalarimiz nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Terak ko'chatlar bor, cheklanmagan miqdorda barcha terak ko'chatlaridan bor xudo xolasa.